Assalomu alaykum. YouTube kanalimizning obunachilari, bizani doimiy kuzatuvchilar. Yana bir Bao kompaniyasidan katta yangilik. Eng ko'p sotiladigan universal drobilkamizni yangi modeli keldi. Bu modelimizga keladigan bo'lsa, o'ta sifatli. Mana bu tunikalari ham qalin va qayrilib ketmasligi uchun qayirib, mana bu joylarni ham akkuratni qilib ishlangan modeli bu hisoblanadi. Sifati juda sifatli, kraskalari ham juda sifatli. Mana ob'yomlarni ko'rsatadigan bo'lsak, bu soatiga 300-500 kg don o'tkazadi, 4 kilovatlik motor. Mana ko'rishingiz mumkin. Og'irligiga keladigan bo'lsak, buni salkam 70 kg og'irligi. Mana bu buraydiganlarni ham mana shunaqa akkuratni qilib qo'yilgan. Mana bu plastmassalar bilan avvalgilarda bunaqa buraydigan nimalari, tugmalari yo'q edi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir mana bu ichini ko'rsataylik. Mana donni ochib yopadiganlarigacha hammasiga sifat juda o'ta mukammal qilib berilgan. Buni bonkeri ichi mana bunaqa to'rtburchak, mana dumalog'ida avvalgi kelganlari to'rtburchak bonkerli bo'lib kelgan. Kattaroq, og'irroq, sifatliroq bo'lgani uchun bu juda ishlash jarayonlarida juda ham ovozi past ishlaydi. Ichlarni ochib ko'rsatadigan bo'lsak, mana ichi o'sha akula jabrali ichlari ham. Malotuklari, mana pichoqlari 20 ta o'shanaqa, xuddi shunaqa 20 ta pichoq malotuklari bilan jihozlangan. Mana po'lat, kuydirilgan po'lat. Mana bu pichoqlarni ko'rsating bitta. Qirrali kuydirilgan po'latdan qilingan. Mana bu tagiga keladigan bo'lsak, ko'ryapsiz, taglari bu to'rtburchak qilingan. Ugunliklarimiz baquvvat qilib, mana motorimiz o'sha kuchli to'rtburchak motorlar bilan jihozlangan. Tepasida mana ko'rsatadigan datchiklar. Mana avtomatimiz mana bu yerga joylashtirilgan. Akkuratni, chiroyli qilib joylashtirilgan mana avtomatimiz ko'rishingiz mumkin. Kabellari mana qalin kabellar bilan jihozlangan. Buni hozir mana setkalarni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Setkasini hozir ochamiz. Setkasini bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Setkalari ham juda mana toza metalldan qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin setkasini. Mana ikkita mayini bor va ikkita yirik teshikli. Bu ikkita mayini, bunisi mayin setkalari bu donga mo'ljallangan, bunlari hashakka mo'ljallangan. Hozir bularni ishlatib sizlarga ko'rsatib beramiz. Obzor davomida bizani kuzatinglar. Buni qay holatda borishini hozir sizlarga bitta ko'rsatib beramiz. Upakovka holatda boradi sizlarga. O'shanisini ham hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozir orqaga, ha. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa upakovka holatda bo'ladi bular. Mana bunkerlari mana shunaqa har xil rangda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa rangda yoki bunaqa rangda borishi mumkin. Mana bu taglari mana shunaqa bir xil rangda bo'ladi. Bularni narxlari bilan qiziqadiganlar bo'lsa, mana shu videomizni oxirigacha kuzatib borsangiz, bular narxlarini aytib o'tamiz. Hozir esa mana hashaklarimiz bor, poyalarimiz, somon va poyani o'tkazib, sizlarga obzor qilib beramiz. Ishlash jarayonlarini ko'rasizlar, qanaqa chiqarishini sizlar bilan tanishtirib o'tamiz hozirda. Hozir setka qo'yib olamiz, mana bitta xo'sh, setkamizni mana shu somonni setkasini qo'yib olaylik. Avval somon o'tkazib beramiz sizlarga. Mana qarang, qanday akkuratni qotirish. Ular avvalgilariga nisbatan ko'proq chiqarish quvvatiga ega, chunki mana bu yer kattaroq, mana bu yer ham kattaroq olingan. Bu yoqdan somonlarni men solish ham osonroq, kengishroq bo'lgan. Hozir ishlash jarayonida ko'rasizlar, buni akkuratni qilib ishlatib beramiz sizlarga. Bitta qopni qo'yib olamiz og'ziga, buni faqat chiroyli qilib. Hozir yo'q. Buni hozir bitta narsa bilan biron mana nima qopimizni qo'yib oldik og'ziga. Mana shunaqa qilib qop qo'yib olsanglar akkuratliroq bo'ladi. Mana bu yoyilib ketmaydi, o'tkazadigan hashagimiz. Bemalol o'tkazsa bo'ladi. Qarab, hozir endi mana somonimiz bor, bu yerda poyamiz bor. Poyamizni qarang qalinligini buni, mana. Qo'l bilan sindirish ham qiyin mana. Quruq, qalin poya. Hozir mana shularni hozir o'tkazib ko'ramiz. Mana presimizniki, mana presi yotibdi. Hozir bularni o'tkazib sizlarga ko'rsatib beramiz. Bismillah. Qanday o'tkazishini ko'ramiz hozir buni. Tokimiz mana 197 tokimiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana ichini ham bitta ko'rsatib yuboringlar buni, aylanishini.
ichi. Mana ozginasini qoldiramiz, solishtirib ko'rish uchun. Nariga buni ichidan chiqarganman. Endi buni o'tkazish uchun lekin sitkamizni almashtirib olamiz. Sitkasini yerigini qo'yib olamiz. Chunki poyani sitkasi mana bu sitka qo'yilishi kerak. Mana osongina hozir almashishni ko'rsatib beraman sizlarga. Qiynalib yotmaysizlar bunda umuman. Mana sitkasini oldik. Endi bu sitkani qo'yamiz. Mana. Ko'rdinglar mana. Buni burab qo'yamiz. Endi poyani o'tkazamiz. Bismillah. Mana o'tkazib ham oldik. Endi bularni yemishni qanday o'tkazganligini bitta ko'ramiz, buni tomosha qilamiz. Qanaqa qilib o'tkazibdi. Buni to'liq o'chib olguncha sabr qilishimiz kerak, baribir. O'zimizni xavfsizligimiz uchun ham o'chishini kutganimiz ma'qulroq. Bular sintrovkalari zavodda ishlanganligi uchun juda akkuratni olingan, ko'ryapsiz. Aylanib turishini bular uncha-bunchaga to'xtamaydi. O'chirgandan keyin mana shunday aylanib turadi. Mana qaltiramaydi, ovozi past ishlashi. Baribir zavodda ishlanganligi bilinadi. Bularning kraskalari ko'ryapsiz, mashina kraska bilan pechda quritilgan bular, yaltiraydi bular. Uncha-bunchaga kraskasi qirilmaydi, uchib ketmaydi. Hozir buni to'kib ko'ramiz. Mana yashikka bitta to'kaylik mana bu yerga. So'ng bu poyamizni hozir ko'ramiz. Qanaqa chiqizganligini mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana somonimizni birinchi ko'raylik. Qarang buni mayilligini qarang-da. Shunaqa chiqazadimi qarang mayilligini. Mana bemalol buni shundoq sepib, ustiga ozgina kepak sepib beraversangiz bo'ladi. Poyamizni ham ko'ryapsiz. Qanaqangi qattiq poya edi mana, yumshoq qilib berdi mana. Boyagi qattiq tanasi qolmadi bunda umuman. Bemalol mollaga yuqadigan qilib mana shunday chiqazib beradi. Endi don mahsulotlarini o'tkazish uchun buni donni olib kelib oldik, og'ziga qop qo'yib oldik. Mana ichimaniki ko'rsatinglar buni. Mana bu qo'yiladi endi bu don uchun. Mana hozir donni to'kamiz buni ichiga. Mana makkajixorimizni mana. Endi setga qo'yib olamiz buni ham. Mana donnikini qo'yamiz. Tamam. Joylashdi, qotiramiz. Bo'ldi, qotdi. Buni og'zini mana o'tkazib olsak, yaxshilab to'kilmaydigan qilib, chunki donimiz to'kilmasligi uchun mahkam qilib olaylik. Mahkam bog'lab olamiz buni bitta. O'zingizga bir ustanovka qilib olasiz, mana shunaqa don o'tkazganda yoki bularni o'tkazganda bemalol mana shunaqa og'ziga qo'yadigan qop, rezinka qop qilib olsangiz ham bo'ladi. Endi buni o'tkazib bitta sizlarga ko'rsatib beramiz. Salkam hozir endi salkam emas, 8 kilocha don soldik.
Hozir mana ko'rasizlar qancha vaqtda o'tkazadi buni. Bismillah. Mana bu mana ochadigan narsasi, mana ko'rib turibsiz. Sekingina ochamiz buni. Bismillah. Ketdi mana. Mana donimizni ketishi mana ko'rinib turibdi. O'zingiz qo'lingiz bilan mo'ljallingiz bo'yicha o'tkazaverasiz. Sakkiz kilo donimizni hozir taxminan endi hozir bilmadim necha minutda o'tkazadi. Kuzatib boramiz. Qani qancha vaqtda o'tkazar ekan. Yo'q qoldi mana. Mana tugadi donimiz. Men to'liq ichidagi chiqib ketguncha hozirroq ishlab tursin. Hozir ichini ochib bitta ko'ramiz, keyin donni ko'ramiz qanaqa o'tkazganligini. To'xtab olsa endi bu. Hozir donimizni ham ketkasiga qo'yib fanerni ustiga bitta to'kib ko'ramiz. Mana donimizni kelinglar endi bitta ko'ramiz. Qopimizni teshik joyi bor ekan u. Mayli. Tagida teshigi bor ekan. Xashagimizdan boyagi xashagimizdan qolgan ekanda. Mana ko'rishingiz mumkin buni. Bemalol mana sepib bersangiz bo'ladigan holatga olib kelib berdi mana. Salkam yopishadi mana. Mayingina sepib bersangiz bo'ladi. Bu universal drabelka hisoblanadi. Mana shunday don mahsulotlarini va quruq va ho'l xashaklarni bemalol sizga uyingizda, chorvoyingizga xizmat qilib beradi. Oddiy 220 tokda ishlaydi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 2 million 700 ming bilan O'zbekiston bo'ylab dastavkalari mutlaqo bepul. Pastdagi mana shu raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Toshkentda joylashgan. Orientirimiz Erkin postga yaqin joyda, skladda, optim narxlarda bizlarda skladdan to'g'ridan-to'g'ri mana ko'rishingiz mumkin. Donaga ham mana shu narxda qilib beramiz. Agar tadbirkor akalarimiz bo'lsa, ko'proq olib ketish niyatlari bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilib, kelishgan narxlarda ko'proq olib ketishlari ham mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.